Samsung va nihoyat Galaxy S26 seriyasini chiqardi. Tashqi tomondan qaraganda hammasi o'sha, lekin Samsung va nihoyat Galaxy S26 seriyasini chiqardi. Tashqi tomondan qaraganda hammasi o'sha, lekin ichida texnik yangiliklar bor. Xo'sh, sotib olishga arzidimi, yo'qmi? Buni hozir ko'rib chiqamiz. Siz esa undan avval videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Keling, avvaliga oddiy S26 va S26 Plus haqida gaplashamiz. Samsung yana o'sha eski sxemani tanlagan, ikki model deyarli bir xil, farq faqat ekran o'lchami va batareyasida. Qolgan barcha parametrlar bir xil. Dizayn masalasida ham keskin o'zgarishlar yo'q. Bir qarashda bu o'tgan yilgi S25 ning davomi ekanini darrov tushunasiz. Oldin linzalar alohida turardi, hozir esa kichik podium ustida joylashgan. Har bir obyektiv alohida chiqib turadi va bu muammo iPhone da ham bor. Agar siz S25 ishlatayotgan bo'lsangiz, ko'zingiz yangi modelni darrov ajrata olmaydi. Texnik qismiga o'tadigan bo'lsak, S26 ekrani 6.2 dyumdan 6.3 dyumga o'zgargan. Bu qog'ozdagi kichik o'zgarish, amalda esa deyarli sezilmaydi. Displey sifati yaxshi, ranglar, yorqinlik flagman darajasida va bu borada Plus ham ultradan ortda qolmaydi. Ekran Full HD+, 6.3 dyum uchun Full HD+ tanlovi mantiqan to'g'ri. Chunki ortiqcha piksel quvvatni bekorga yeb qo'yishi mumkin. S26 Plus esa 6.7 dyumli ekranga ega, ya'ni yana o'sha eski formulani ko'ryapsiz. Kimga katta ekran kerak bo'lsa, Plus oladi, kimga kichkina kerak bo'lsa, S26. Kameralar masalasida Samsung umuman tavakkal qilgisi kelmagan. Asosiy sensor 50 megapiksel, 3x telefoto 10 megapiksel, ultra keng burchak 12 megapiksel. Bu konfiguratsiya Galaxy S22 dan beri deyarli o'zgarmagan. 3 yil ichida faqat zoom o'zgargan xolos. Eng katta texnik yangilik protsessorda S26 va S26 Plus ichida dunyodagi birinchi 2 nanometrlik mobil chip Exynos 2600 ishlatilgan. O'tgan yili Samsung barcha bozorlar uchun Qualcommga o'tgan edi, bu safar yana o'z chipiga qaytdi. Batareya hajmi S26 da 4300, S26 Plus da 4900 mAh. Zaryadlash tezligi ham o'zgarmagan. S26 da 25 Watt, S26 Plus da 45 Watt. Simsiz zaryadlash esa u ham 45 Watt. Eng qizig'i, S26 seriyasida MagSafe'ga o'xshash magnit tizimi yana yo'q, lekin taqdimotgacha MagSafe'ga o'xshash funksiya bo'lishiga ishongandik. Samsungdagilarning aytishi bo'yicha foydalanuvchilarning 80-90% baribir Samsungga g'ilof taqadi. Magnitli chexollar allaqachon borligi uchun magnitni telefon ichiga joylash shart emas ekan. Sababi magnit ichkarida katta joy egallaydi. Samsung esa o'sha millimetrlarni kattaroq batareyaga yoki ingichkaroq korpusga sarflashni afzal ko'rgan. Korpus ingichkaroq, lekin batareyalarda o'zgarish yo'q. Qiziq tomoni, Samsungning o'zi magnit aksessuarlar sotadi, lekin magnitni telefoniga qo'ymaydi. Zo'ra. Va nihoyat endi seriyaning haqiqiy flagmaniga o'tamiz. Bu Galaxy S26 Ultra va Samsungning asosiy yangiliklari aynan shu modelda yig'ilgan. Dizayn tomondan telefon qo'lda ushlash uchun qulayroq bo'lgan, burchaklar yanada yumshoqlashgan. Shu sababli avvalgi Ultraga qaraganda kamroq g'isht effektini beradi. Shu bilan birga korpus biroz kattalashgan va kengaygan, ekran esa o'sha 6.9 dyum. Orqa panel ham qayta ishlangan, kamera blokida 3 ta obyektiv joylashgan, 4-inchisi esa yon tomonda chiqarilgan. Nimaga titan ramkadan yana alyuminiyga qaytishdi hayronman, chunki flagman bo'lgandan keyin bu xuddi ekonom qilishga harakat qilayotganga o'xshaydi. Ultradagi eng qiziq funksiya bu privacy display, ya'ni kimdir ekranga yon tomondan qarasa, taxminan 45 gradusdan keyin ekran tasviri qorayadi. Siz to'g'ridan-to'g'ri qaraganingizda hammasi normal ko'rinadi, lekin unday emas, chunki privacy display yoqilgandan keyin ekran baribir nisbatan xiralashadi. Agar metroda, samolyotda yoki yoningizda odam o'tirgan bo'lsa, sizning ekraningizni ko'ra olmaydi, sizdan boshqa. Hozirgacha bunaqa himoya uchun maxsus plyonkalar ishlatilinardi, esingizda bo'lsa, Samsung esa buni tizim darajasida hal qilibdi. Shapaloqlar bo'lsin. Funksiyani kerakli paytda yoqib, keraksiz bo'lganda o'chirib qo'yish mumkin. Bundan tashqari kuchaytirilgan rejimi ham bor. Kameralar masalasida Ultrada deyarli o'zgarishlar yo'q. Asosiy kamera 200 megapiksel, 50 megapiksel, ikkita telefoto modul esa 10 va 50 megapiksel. Zoom darajalari ham o'sha 3x va 5x. Farq faqat optika va ayrim linzalarning yorug'lik o'tkazish ko'rsatkichida. Bu esa marketing tilida yangilik deyiladi.
Samsung bu safar asosiy urg'uni AI algoritmlariga qaratgan yangi ProScaler 6 ishlatilinadi va kompaniya aynan shu orqali sifat oshishini va'da qilmoqda. Gap masshtablash, detallarni tiklash, video aniqligi va ranglarni tabiiyroq ko'rsatish haqida ketyapti. Ya'ni fizik kamera yangilanmagan, lekin hisoblash fotografiyasi kuchaygan. Bu yomon emas, lekin flagman segmentida foydalanuvchilar baribir yangi sensor va yangi optika kutadi. S26 Ultrada esa bundan darak yo'q. Nazariy jihatdan natija yaxshiroq va biz kamerada ko'p suratlar olib ko'rdik. Marhamat, ko'ring va kamera sifatiga baho bering. Kamera bo'limida yana bir muhim qo'shimcha bor, bu yangi AVP kodeki, ya'ni Advanced Professional Video. U sifatni yo'qotmasdan kamera olgan video suratning hajmini siqib beradi. S26 Ultrada Samsung o'z Exynos'ini emas, balki Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy ni ishlatgan. CPU taxminan 19% ga, grafik qismi 24% ga, NPU esa 39% ga tezlashgan. Bu ayniqsa AI funksiyalar va videoga ishlov berishda sezilishi kerak. Lekin bunday kuchli chip bilan doimo qizib ketish muammosi bo'lishi tabiiy. Hozircha ultra texnik jihatdan kuchli ko'rinadi, lekin asosiy yangiliklar ko'proq hisoblash, AI va video formatlarda bo'lgan. Batareya sig'imi o'zgarmagan, yana o'sha 5000 mAh. Bozorda ixcham Xitoy flagmanlari allaqachon 6000-7000 mAh bilan chiqyapti. Samsung bo'lsa 6 yildan beri bir xil raqamni ushlab turibdi. S20 davridan beri o'zgarmaganini hisobga olsak, bu pozor. Simli zaryad bilan 0% dan 75% gacha yarim soatda to'ldirish mumkin. Lekin yana MagSafe'ga o'xshash magnit tizimi yo'q. Bu minus. Batareya sig'imi kichik bo'lsa ham Samsung flagmanlari odatda yaxshi optimizatsiya bilan ishlaydi. Avtonomligi yomon bo'lmaydi, iPhone'ga o'xshash barqaror natija kutish mumkin. Ranglar masalasida butun boshli S26 o'sha yagona uslubda. Binafsha, oq, qora va ko'k rangda chiqadi. Videoda aytganimdek, fizik jihatdan yangilik yo'q va asosiy urg'u aynan sun'iy intellektga qaratilgan. Galaxy AI funksiyalari soni ko'paygan va eng qiziq tomoni ularning deyarli barchasi tizim ichida real foyda beradi. Circle to Research endi bir nechta obyektni bir vaqtda taniydi. Bitta rasm ichidagi kiyim, poyabzal va aksessuarlarni alohida qidirish mumkin. Galereyadagi AI muharriri ham kuchaygan, matn orqali fotoni tahrirlash, obyektni qo'shish, bir nechta suratlarni birlashtirish mumkin. Hozircha odam generatsiya qilish imkoniyati yo'q, lekin boshqa rasmdan obyekt olib ishlatish mumkin. Xursand bo'lsa bo'ladi, chunki bu funksiya iPhone'da yo'q. Shu paytda Samsungchilar maza qilib olishi mumkin. Endi Galaxy S26 ning narxi haqida gaplashamiz. Galaxy S26 seriyasi arzonlashmagan, flagman segmentida qolgan, bazaviy model ham allaqachon premium narx zonasida. Ya'ni Galaxy S26 12 GB operativ, 256 GB doimiy xotirali versiyasi taxminan $1000 dan boshlanadi. Galaxy S26 Plus undan ham qimmatroq. 256 GB lik versiya $1150, 512 GB lik versiya esa $1300. Eng qimmat model Ultra 12 GB operativ, 256 GB doimiy xotirali versiyasi taxminan $1450. Maksimal 16 GB operativ, 1 TB doimiy xotiralisi esa $2000 atrofida. O'zingizga mos modelni tanlab, ushbu smartfonni ideya do'konlaridan qulay narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Agar qaysi model sizga mos tushishini bilmasangiz, do'kondagi mutaxassislarning o'zi sizga maslahat berishadi. Mana shunaqa gaplar. Smartfon bo'yicha fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Albatta hammasini o'qib chiqishga harakat qilaman. Bizni Telegram va Instagramdagi sahifalarimizga ham obuna bo'ling. U yerda ham ancha qiziqarli narsalar bor. Rahmat.